Odilxon Kamolov uchun navbatdagi katta sinov yaqinlashmoqda. U 2025-yil 26 aprel kuni Qozog'istonning Shimkent shahrida o'tkaziladigan Alpash Prit ligasining 107-turnirida oktagonga ko'tarilmoqda. Hammaga assalomu alaykum. Odilxon boshqa jang qila olmaydi, boshqa usha olmaydi degan joyiga. Bu safar u yangi ligada ilk jangini o'tkazmoqda va albatta bu jang katta e'tibor markazida bo'lishi kutilmoqda. Fight kartimiz chiqdi. Jangimiz aniq bo'ldi. Bundan keyingi istoriyaga kirib, yangi ligani prosta portlatib tashlaylar. Odilxonning raqibi qirg'izistonlik jangchi Mekan Divanov bo'ladi. Divanov haqida to'liq ma'lumot hozircha mavjud bo'lmasa-da, u boshqa ligalarda jang qilib, tajriba orttirgan bo'lishi mumkin. Bu esa uni beparvolik bilan baholash mumkin emasligini anglatadi. Har qanday noaniqlik ortidan albatta bitta xavf bor. Shuning uchun ham bu jangda jiddiy yondashuvni talab qiladi. Shunga qaramay, Odilxon Kamolov hozirgacha o'tkazgan janglari o'ziga xos texnikasi va mentaliteti bilan tajribali jangchilar sifatida e'tirof etilgan. U ringda sovuqqonlik, kuch va mehnatni uyg'unlashtira oladi. Endi esa u yangi ligada ham o'z nomini portlatadi va muxlislarni xursand qiladi va xalqimiz g'ururini yana bir bor yuqoriga ko'tarishni niyat qilgan. Bu jang faqatgina g'alaba yoki mag'lubiyat emas. Bu Odilxon uchun yangi bosqich, yangi imkoniyat va yangi sahna. U bu safar ham muxlislar kutgan shovqinni yaratadi. Alpash Prit ligasida o'z nomini oltin harflar bilan yozishni niyat qilgan. Nima bo'lsa ham Odilxon g'alaba qozonsa bas. Yurakda vatan, ko'zda maqsad, ringda esa faqat oldinga. Olg'a Odilxon. His qilsin Odilxon kimligini O'zbekistonda.